ikkisining orasiga mush uchiq havo rayida bir chaqmoq tushib men bir ulab ketsam deymanda. Yaxshimi qizlar, men bilgan sizlarga opamni tutsa o'qib beray ha. U vaqtlarda hamda biz o'qiyotgan vaqtlarda hozirgidek jajan tushunlar yo'qchu. Ota-Allah yig'ini ichib, ota-Allah yig'inda mush muhim uqtirishlarni uqtiratdi. O chaqlarda qanday o'tirdik desanglar hamda ichidagi partada ota-onamiz o'tirdi, o'rindiq o'tirdigan yerda ota-onamiz o'tirdi, biz o'rturimizda. Men ichida o'tirdim, ikki ota-onam o'tirsin, men o'rturman. Men chatda o'tirdig'ini yo'lda o'rtirdik, mangadigan yo'ldachu, partlarning orasidagi. Shunday men ikki ota-onam o'tirsin, o'rtirdim. U vaqtlarda mush matematik nima qattiq shu hayotımda hozir kelgüçü mesela mendaq 100 koy bersem bir aya kirib, Şenjing xajlab qolsam 100 koy berib, mesela men 18 koyluq narsa qilib bo'lsam, menga ish qilib qancha pul qaytirib berdi o'qimayman, ish qilib menga nima 92 koy qaytirib bermaydi deb o'ylayman-da men. Osh darajada ham shu jisanjilarni chiqarib hisoblasam, ananki matematikama kallam joyiga keldi. Shunday men matematikani qattiq o'qimaydim, lekin boshqa fan natijam yaxshi-da, sinfda har qanday bir o'qish tariximda men sinfda oldidagi 10 ichida mangatdim. Şunun bilan o günü matematikada 24 degan nomerni aptimanda, moni imtihonlarni evatgan vaqti. Qo'q bir yarim oy qoldi degan vaqtida. Bu 24 degan nomerni ko'rib, men hamda degan chivin qaynab ketdimish, opam qaqshab ketadigan bo'lib, opamdan men qo'rqayman-ku. Bizning sinflar qo'rqaydi opamdan. "Oliy opam keldi" deb degan. Şunun bilan bu opam amdiliqi ish xizmatchi bo'lgandan keyin bu opamlik bir gipibek tuzchu. Shundan ishtal o'tadi. Daraja amdi biladi-da, onun ichiga kirdigan. O vaqtda men 7-chi bo'lib ekanman. Dolam qarab, "Men nima ma'vo" deydi 24 ni ko'rsatib. "Nimda u?" desam, "Bak bizirib ketibsan, jumashum" dedi-da. Yani ota-onlarning hammasi men qarab, "Men opam nima qildigan deb shundan uyga borgan deyna" desam. "Ay, biz 24 ilib bolam sen o'tamaysan ishnaga. Bu boshqa natijang yuqori chiqsimi matematikada? Akimning bolasi qanday bo'ldi, palonchining bolasi matematika nomeri yaxshi chiqmay qanday bo'ldi? O'tamaysan bolam. Sen o'qima bo'ldingsa o'qib bo'psan sen" deb qo'shib ketdi-da shuni. Voye, bo'ldi qiz bo'ldimi? Opam savolashtirib oldi, yuzim to'kilib ketdi deyman-da men. Qisam shunday men yinimdiki o'tagan opash, hamda men shu partadishimning opasi hamda menga yon besib, hamda meni 24-chi o'qaga o'xshaydi debdi-da u ayol. Shunday bo'ldi qilam, bir yarim oy vaqt bo'lmasmi, mening qizim uyutib qo'ysin dedi. Mening qizim uyutib qo'ysin deganda shunday opamning ko'zi bek yaxshi. U vaqtlarda ilqi darajaga tizgan jadvalga men ismini duglaq qilib qo'ydim. Ndal qardi, shunday duglakni tutdi-da, "Men sizning bolangizman" endi 22-chi bo'libdi. Mush sizning bolangizmi desa, "Qani u bola" deganda endi o'rtuganda qiz bo'lamdi. "Voy, o'qitmang buni" dedi. Sizlar ayol satib kelyapmanda. Opam qarab qoldi shuni ola. "Voy, o'qitmang buni, o'qib bo'pti. Bu 22-chi bo'lgan bolani o'qitamsiz? Bu sinf bo'yicha 22-chi bo'lgan bolani o'qitamda" aktal dedi-da opam. "Voye, men ikkisining orasiga mush uchiq havo rayida bir chaqmoq tushib men bir ulab ketsam deyman-da. Bo'ldi qil opa desam. "Zo'rning chiqa. Uyga borgan deyshmasan shovchilar. O'qitmang deb yana xotinga o'qitmanga tushdi-da opam. Biroq unavigan so'ng kasb bo'lgan so'ng qiz ol bo'lgan keyin tort pishirishni o'rgandim. Kirimchilik. Oxiri men kirimchi bo'lib qoldim mana. Kirimchilikni o'rgandim. Shunda kasb bo'lgan so'ng kasb bo'ldi, o'qib bo'pti bu bola" debdi ashna dekat. "Voy jon, opam nima qilgan? Opa bo'ldi qil" desam. "Opa bo'ldi qil" degan gap chiqdi, men tilayda 24 degan nomerni olamsan. Voye, bu matematikada 24 olganga voy bo'lib ketdim-da ashada. Şunun bilan lekin bu opamning bir yaxshi yeri ota-Allah yig'inidan chiqib uyga menga yo'ldilisaqa ketdi-da. Uyga borgan deyishman degan u yo'qli gap u. Talog'i chiqimiz ota-Allah yig'inidan chiqib nima yeymiz bolam? Yo'qovda o'qiganman-ku sen jo'nlar. Shundan nima yeymiz bolam? Tenterrang piyab ketamdi kavob bilan. Mimalla qilib meni ashtaq bolam 24 og'ina bo'lmabdi juma. Sen bir basak ularmi ya? O'sha matematikani yaxshi kutadigan 24 og'ina bo'lmabdi. Qanday qilamiz? Men ya o'qimasam bu matematikani deydi-da. Men matematik o'qimasligim sindi o'rabdi. Og'zingdan chiqatdi chataq. Ishimda ham o'ylayman deb.